Men seni yaxshi ko'raman, sevaman. O'sha gap o'rta, men jinni emasman. O'zing konsertda katta og'zing bilan va'da qilgansan, o'rtoqjon. 80 turga chiqqanimda senga tegaman degansan. Xalq buni eshitgan. Ana bishalla. Если мы Xudo xolisa доживем до 84 лет, ну, она обещала, что она станет моей женой. Если ну, дай бог, Xudo xolisa o'rtoqjon. Yo eng qizig'i, если доживем, tegmasen ham mayli. 80 ga chiqmasak bo'ldi. Az xotin bo'lsak, pulam bitta kassaga tushardi. Shu ko'pchiliklarda xatlatib qo'ya qolaylik. Pul bitta bo'lib qolsa, sandaching tezroq bitib qoladi. Men o'ylaymanki, o'rtog'im har yili menimcha 80 ga kirganimda ham shu yulduzga bitta yetishmadim degan armonda ketsa kerak. Lekin men muxlislarning oldida va'da qilaman, o'lmasam 85 yoshda. 85 yoshimda men saniki. Unda foydasi yo'q. Bolam. Yulduz Usmonova seni buving bo'lishi mumkin edi. No peshana. Shunaqa bo'lib qoldi bolam.